Bugun atigi 3 tagina mahsulotdan umuman semirtirmaydigan, ammo foydali, mazali va oqsilga boy bo'lgan cheesecake qilamiz. Ushbu cheesecake'ni qoshiqda olinishini qarang. Mana shunday mayin pishishi uchun sizga barcha sirlarini aytib o'taman. Tayyorlanishi esa juda ham oson, hech qanday murakkablik yo'q. Cheesecake shokoladli bo'lganligi sababli birinchi navbatda 200 gramm shokoladni xohlasangiz mikroto'lqinli pechda, istasangiz men kabi suvli hammomda eritib olishingiz mumkin. Men 74% dan yuqori bo'lgan qora shokoladdan foydalandim. Agar sizga semizlik xavf tug'dirmasa, bemalol sutli shokoladdan foydalansangiz bo'ladi. Shokoladimiz erigunga qadar xuddi shunday grekcha yogurtni 350 grammini idishga solamiz va ustidan 3 ta tuxumni chaqamiz. Shokolad erib biroz sovib, xona haroratiga yetganidan so'ng tuxumli va yogurtli massamizni ustiga qo'yamiz. Agar shokoladni issiq holatda tuxum ustiga quysangiz, tuxumlar pishib qolishi mumkin. Shundan ehtiyot bo'ling. Mana 3 tagina mahsulotimizni idishga solib, bir xil massa bo'lguncha yaxshilab aralashtiramiz. Agar shokoladli cheesecake'ni shirinroq bo'lishini xohlasangiz, o'zingiz tabingizga qarab stevia, ya'ni shakar o'rnini bosuvchi safr zaminatel solsangiz ham bo'ladi. Yana bir eslatma, agar semirishdan qo'rqmasangiz yoki umuman vazn olishdan cho'chimasangiz, bemalol shakar yoki shakar upasidan ham foydalansangiz bo'ladi. Uni esa tabingizga qarab solaverasiz. E'tibor bering, tayyorlagan massamiz mana shunday suyuqlikda bo'lishi lozim. Men ushbu masala uchun diametri 18 sm qolipdan foydalandim. Qolipga qo'yganingizdan so'ng 1-2 marta bo'lib tekislab oling. So'ng listga qo'ying va cheesecake qurib qolmasdan sochni chiqishi uchun listga biroz suv quying. Bu cheesecake mazali chiqishi uchun asosiy sirlardan biri. 170 darajada qizdirilgan gaz pechida 40 daqiqada cheesecake'ni pishirib oling. Ikkinchi siri esa cheesecake biroz sovigandan so'ng bir necha soatga muzlatgichga solib qo'ysangiz, u yana ham mazali bo'ladi. Ham shirinlik, ham foydali cheesecake tayyor. Qolipdan olamiz, chiroyli qilib kesamiz. Undan so'ng esa bezak qismiga o'tamiz. Menda mana shunday qalinlikdagi cheesecake pishdi. Qolipingiz qancha kichkina bo'lsa, cheesecake'ingiz shuncha baland chiqadi. Endi esa an'anaga binoan cheesecake'imizni ustini qora shokolad bilan bezatamiz. Va albatta tatib ko'ramiz. Agar cheesecake sizga manzur bo'lsa, izohlarda like va fikringizni kutaman. Qolaversa, yerliklarga ham ulashish yodingizdan chiqmasin. Hurmat bilan, Hindiston Abdullayeva.